Agayitma sharshara ketyapmiz. O'tda suv bor, sharshara bor. Mana bobo haydab olib ketibdilar. Taassurotlaringiz? Hozircha zo'r. Yaxshi. Taassurotlar zo'r. Kelinglar. Toza havo, chill. Va havo ham zo'r bo'lyapti. Zakazny. Mana havoni ko'rsatib qo'yay. Havo salqingina. Mana Shofirkondan kirib kelyapmiz. Agayitma degan joyga. Mana shunaqa joylardan yuriladi. Mana dodan trekkerlari. Cho'l, hamma yoq cho'l bu yerda. Shasharaga ketyapmiz mana mashinada. Hamma yoq masalan cho'lda. Qarayman mana. Tabiat mo'jizasi. Qaranglar. Bu yer taraf buni. Ichkaridan ko'rsatib mana. Bu yer ochiq. Bu yer mana. Abdullajon aytadi, nimaga biz tarafga yomg'ir o'yinga yog'adi, menga yog'maydi deydi. Hozir agar yomg'ir yog'sa, bu yoqqa yog'adi. Bu yoqqa yog'maydi. Orada yo'li yaxshi bo'lgan joylari ham bor mana. Bemalol hozir mana 80 ketyapmiz. Shunda ketaverasizlar mana. Xullas yo'l yomonlashganda yomonlashyapti. O'ylaymizki manzara yaxshi bo'ladi. Afg'onistonga o'xshagan joylar mana. Faqat avtomat yo'qda bular. Cho'ponlar gap yo'q. Qaranglar, Shofirkondan 50 kilometr kirib ketyapmiz. Manzarani qara. Suv bor. Faqat bir narsani aytaman, yo'llari yomon. Mashinangizni tegi baland bo'lsa va mashinangizni o'ta sevmasangiz kelinglar, bo'lmasam kelmanglar. Mana bobo zo'r haydayaptilar. Gap yo'liga. Shamol energiyasi oladigan ko'rinmayapti. Buni yaxshi ko'rinmayapti lekin. Qarang. Shamol shunchalik kuchli bo'lyaptiki, endi qaranglar manzara. Bu sharshara qayerda joylashgan? Bilganlar nomini yozamiz. Kim shu yoqqa kelmoqchi bo'lsa, like bosamiz. Do'stlaringizga borib qo'yinglar. Go'zalligini qara buni. Nima deysiz? Kelinglar. Kanyonlarni qara, kanyonlarni. Do'stlarni qara. Xulosa sifatida shuni aytmoqchimizki, kelishga arziydi. Yo'llar sal yomon, 50 km Shofirkondan kiriladi. Oxirgi 20 km sal yomonroq. Lekin shunga arziydi. Ha, do'da nima deysiz? Zo'r. Yaxshi joyda. Ayniqsa Buxoroliklar, Navoiyliklar kelish kerak yaqinda, chunki sizlarga. Kelinglar. Ana 70 yoshga kirib, endi birinchi marta kelishim kerak. Keyin bu sharshara Kaskad 21
Gorex programmasiga kirgan sharshalar hisoblanadi. 20 ta sharsharadan biri. O'zbekiston bo'yicha 20 ta katta sharshalar kirgan. O'shalarni ham gorex.uz desanglar chiqadi. Kim qiziqadigan bo'lsa kirib bemalol o'shalarni urib qo'ysanglar bo'ladi. O'zinglar uchun. Men o'sha hammasini o'pganman. Challenge bo'ladi. To'g'ri.